Arzon raspakowka. Kelinglar qizlar, sizlarga videoda nimalar olganimni ko'rsataman. Mana birinchi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim shunaqa dvoyka. Kuz, bahorlarda kiysa bo'ladi. Buni ranglari har xil bor ekan. Menga shunisi yoqdi. Narxini hozir aytsam shokka tushasizlar. 35 ming so'm. Materiali вообще zo'r. Ikkinchisi troyka oldim. Mana qaranglar buni zo'rligini. Просто wow. Ichidagi yangi uzun. Juda ko'rsatchasi bor. Ustidagi mana modniy shim. Buni narxi, troykani narxi 125 ming so'm. Troyka hech qatdan 125 mingga olinmaydi. Jiyanchalarimizga shunaqa shiringina ko'ylakcha oldik. Mana. Ko'rsam qanaqa shirin, нежный, эстетичный. Kulchalari ham bor. Tak, buni narxi hozir aytaman. Ko'rsam 89 ming so'm. Keyingisi mana shuni shiringina, bu sinchgan kichkina qizchamizga. Mana. Asal нежный. Narxi hozir aytaman 75 ming so'm. Просто wow. Yana unga moslab abadoklar oldik. Shiringina ko'rmatdim qilib. Bularning donasini narxi umuman 12 ming so'm ekan. Bunaqa abadok 12 ming so'mga вообще wow. Mana bitta narsa. Bu shunaqa kepka o'g'limga. Yozda kalib qo'ymoqchimiz, shunga kepka oldik. Narxi 39 ming so'm. Eng такой zo'r narsani ko'rsatib bermoqchiman. Mana. Ayniqsa tish chiqayotgan bo'lsa, bolalarni shunaqa narsa olib beringlar. Mana o'g'lim pultda yaxshi ko'radi, shunaqa pult formasida tishcha qichiydigan narsa oldik. Raspakovkam yoqqan bo'lsa, yana shunaqa raspakovkalar ko'p qilishimni xohlasanglar, kommentariy yozib ketinglar.